Mana shu holatga kelguncha ko'rib turganinglardek oynalar qo'yildi, tomlar yopildi. Umumiy ketgan xarajat 3 sotixga demak 100 mingdan ozgina oshgan. Bemalol mana shu joyda to'polon qilib o'tirsangiz bo'ladi, hech kimga xalaqit bermaysiz. Eng qiziq joylaridan bittasi bu mansarda etaj. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, juda ham qulay bo'lgan. Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa mana 3 sotixga joylashgan 10 metrga 30 metrga mana shunaqa juda ham chiroyli holatda loyiha qilib berdik. Hozir interyerlarni o'lchashga keldik. Bu xonada sizlarga bitta obzor qilib beramiz, qanaqa joylashganini. Xo'p, o'zi asosan kirganimizdan keyin mana shunaqa keng hovli darvozaxonaga e'tibor berasizlar. Birinchi navbatda kerak bo'lsa ikkita mashina bemalol sig'dirsa bo'ladi. Bu o'rtadan kalitkamiz, bu yoqda garaj qo'yganmiz. Kirganingizda o'ng qo'lda letniy kuxnya demak bemalol sig'adi. Qo'l yuvishga rakovinalar, hamma narsa demak hisobga olingan. Kalitkada kirib kelganimizdan keyin o'ng qo'limizda hovli uchun sanuzel bo'ladi. Va maksimal darajada ko'rishingiz mumkin 3 sotix bo'lishiga qaramasdan shuncha zelyoniy zona qoldirishga harakat qilganmiz. Mana o'ng tomonda ham, chap tomonda ham mana shunaqa demak zelyoniy zonalari bor. Xo'p, kirib kelganimizda asosan fasadga e'tibor berasizlar. Maksimal darajada simmetriyani ushlab qolganmiz. Bu neoklassika stilda ijod qilingan va ko'rishingiz mumkin o'rtada balkon, chap qo'lda biz juda ham yaxshi ko'radigan joy, ya'ni terrasa qilib berganmiz. Bu mana shunaqa bahorda, yozda havo juda ham bir yaxshi bo'lgan paytda bu yerda ichkarida kuxnya bor. Kuxnyadan chiqib kelib, mana shu joyda maza qilib oilaviy o'tirishga juda ham zo'r joy. Bu yerda renderlarni ham joylashtirib boramiz. Razdvijnoy qilib berganmiz, ya'ni yozda ham, qishda ham bemalol foydalansa bo'ladigan joy bo'lgan. Xo'p, keyingi masala ko'rishingiz mumkin, bu yerda podvalga tushadigan joy qilib berganmiz, zina. Maksimal darajada har bitta santimetrdan foydalanishga harakat qilganmiz. Bu yerda bemalol podvalga tushib ketiladi. Podvalni ham obzor qilib beramiz. Hozir birinchi etajga kiramiz. Xo'p, bu yerda kirib keldik. Kirib kelganimizdan keyin mana shu joyda demak tambur bo'lgan. Обязательно tambur bo'lishi kerak. Sababi qishda misol uchun issiq, sovuq kirib ketmasligi uchun birdaniga uyga mana shu joy. Oyoq kiyimlaringiz ham mana shu joyda akkuratni qilib, ikkita tomonga shkaf qilib qo'yib beriladi. Kirganimizdan keyin e'tibor beringlar holga kattaligini. O'zi eniga 10 metr bo'lishiga qaramasdan mana shunaqa keng hol qilib berganmiz. Yorug'likni ham ko'rishingiz mumkin, panoramni o'ynab berganmiz. Xo'p, ko'pincha endi ko'p loyihalarni kuzatganmiz, ko'rganmiz. Ko'proq xonalarni sig'dirish maqsadida xonalarni razmerini ixcham qilib turib ko'paytirib yuboriladi odatda. Biz bu yoqda o'zi har bitta loyihamizda harakat qilamiz. Razmerlarini standartda ushlab qolishga, standartdan ham kengroq berishga harakat qilamiz. Chunki bu narsa ertaga qurilgandan keyin sizga ko'rinadi. Qurilgandan keyin ko'rinadi bu narsa. Proyektda qog'ozda ko'rganingizda bu narsani tushunmaysiz. O'sha narsani inobatga olib, mana shunaqa keng qilib xonalarni tashlab ketganmiz. Va обязательно har bitta o'sha xonamizda razmeri katta kichikligiga qarab vitishkalar tashlab ketiladi. Xo'p, bu yoqda kirganimizdan keyin chap qo'lda oshxonamiz joylashgan. Oshxonani ham mebelirovkasini joylashtirib boramiz. Nasib bo'lsa interyerlarni qilsak, interyerlarini ham ko'rsatib boramiz. Oshxonada nimaga e'tibor berish kerak? Havo aylanishi, yorug'lik, обязательно hovliga qaragan bo'lishi kerak. Keyin tepada ikkitalab vitishka tashlab ketish kerak, chunki bu yoqda havo aylanishi juda ham muhim. Keyin asbest trubadan обязательно gaz plita uchun vitishka tashlab ketiladi. Общий 3 ta vitishka. Boya aytganimizdek, bu yoqdan o'sha terrasaga chiqib maza qilib o'tiriladigan joy. Ko'p vaqtingizni mana shu joyda o'tkazasiz. Undan keyingisi o'zi har bitta proyektda, misol uchun uy qurmoqchi bo'lsangiz yoki loyiha chizmoqchi bo'lgan do'stlarimiz mana shu xonaga e'tibor beringlar.
chunki kirgandan keyin hamma joyda bo'lib tashlab turib mehmonxona qilinadi ko'pincha fasad tomonlarga. Juda ham u narsaga qarshimiz. O'zingiz oilaviy yashaydigan joy mana shu. Hol deymiz, umumiy xona deymiz. Mana shu xonaga juda qattiq e'tibor berish kerak. Hovlingiz ko'rinib turishi kerak, eng yorug', eng qulay bo'lishi kerak. Chunki oilangiz bilan asosiy umringiz shu yerda o'tadi. Kirib kelganimizdan keyin o'ng qo'lda sanuzel. Xo'p. Iloji boricha bu yerda ham ko'rsatib o'tamiz. Balandliklari etajni juda ham normal me'yorda berganmiz. Обязательно bu yerda ham vitichkalari bilan tashlab ketganmiz. Hozircha qora suvda salgina qorong'uroq bo'lishi mumkin. Imkon darajada yetkazib berishga harakat qilamiz. Kirganimizdan keyin bu yerda родительский spalni va o'ng qo'lda ko'rishimiz mumkin spalni o'zi uchun sanuzel. Sal ichkariroqdan aylantirib bersak ham bo'ladi. Mana shunaqa holatda. Undan keyingisi bu o'sha родительский spalnimiz. Bu yerda bemalol panoramli oyna berganmiz, maksimal darajada yorug'likni ko'proq olib kirish uchun. Quyosh orqa tomonda ham tushadi. O'zi aslida tabiiy yorug'likni o'zi yetadi. Bu yerda havo aylanishi uchun qo'yiladi, lekin quyoshimiz ham ozgina vaqt tushib o'tadi mana shu joyga. Ko'rishingiz mumkin. Orqa hovlini tasavvur qilishingiz uchun taxminan shunaqaroq bo'ladi. Buni chiroyli qilib, dizayn qilib, juda ham yoqimli, tamoza bo'ladigan zona qilib qo'yilsa ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda plyamkalarimiz bekitib qo'yilgan. Bitta yaqinroqdan ko'rsatib ketsak ham bo'ladi. Bu podvalga yorug'lik olib tushish uchun mana shunaqa plyamkalar tashlab ketilgan. Kanalizatsiya hamma suvlari oldi tomonga olib chiqilgan. Uni ham podvalga tushganda ko'rsatib beramiz. Orqa hovli ko'rishingiz mumkin mana shunaqa holatda havo aylanishi uchun, tabiiy yorug'lik kirishi uchun bemalol yetib ortadi. Eng kamida 120 lar tashlab ketilsa bo'ladi. Xo'p. Undan keyingi xonamiz bizda kirib kelganda to'g'rida mehmonxonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mehmonxonamizni demak, to'rt burchak holatda berganmiz. Razmerlarni joylashtirib boramiz. Xo'p, bu yerda ham o'sha panoramli oyna qilganmiz orqa hovliga. Havo aylanishlari, hammasi yorug'liklari juda ham yaxshi. Qora suvoq bo'lgani uchun albatta yorug'likka ta'sir qilyapti. Va albatta oq, misol uchun yorqinroq ranglarga bo'yalgandan keyin, adelka qilgandan keyin ham bir nasib bo'lsa obzor qilib beramiz. O'shanda ham to'g'ri ko'rib tasavvurga ega bo'lasizlar. O'zi uy g'isht holatiga kelganda bitta uyim juda kichkina bo'lib qolibdi degan tasavvur beradi, chunki to'q rang kichik ko'rsatadi. Mana bu qora suvoq qilingandan keyin sal kengroq ko'rinadi sizga. Polna adelka bo'lgandan keyin yanada sizga haqiqiy kattaligi ko'rinadi. Haqiqiy balandligi ko'rinadi. Etajlarni balandligini qilayotganda ham, xonalarni enini, razmerini berayotganda ham juda ham e'tibor berish kerak shu joylariga. Xo'p, sizlar bilan endi ikkinchi etajga chiqamiz. Demak, zinalarga ham e'tibor berasizlar. Maksimal darajada biz zinalarni ham mana shu burilayotgan joyida stupenkani 3 tadan emas, 2 tadan berishga harakat qilganmiz. Sababi chiqayotganda juda ham qulay bo'lishi uchun. Xo'p, bu yerda planirovkamiz sal noodatiyroq joylashgan. Ya'ni o'g'il bolalarga, qiz bolalarga alohida zona qilib berganmiz. Ya'ni sanuzellari ham alohida, qizlarniki, o'g'il bolalarniki alohida bo'lgan. Xo'p, kirib kelganimizdan keyin ikkita tomonda bizda xonalarimiz bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu bizda bitta detskiy xonamiz. Mana shunaqa holatda panoramli oyna berilgan, maksimal yorug'roq, kengroq ko'rinishi uchun. Va обязательно vitichkalari. Bu yerda o'sha narsaga, demak, vitichkalarga juda e'tibor berish kerak bo'ladi. Xonalarni balandligiga nisbatan proporsiya eshikni ham demak, mana shunaqa holatda tashlab ketganmiz. Bu yoq balkonga chiqadigan demak, joyimiz. Mana shunaqa gap, hovliga chiqqaningizdan keyin maza qilib landshaftni tomosha qilib turasiz.
Terasamizni usti ham terasa bo'lyapti hozir. Demak, bitta detskiy xonamizdan bemalol bu yoqqa chiqilsa bo'ladi. Balkondan ham bu yoqqa o'tib kelsa bo'ladi. Xo'p, demak, qolgan xonalarimizni ko'rib o'tamiz. Keyin bizda bu loyihamizda polniy ikkinchi etaj detskiy xona bo'lgan, hammasi 4 ta xona joylashgan. Xo'p, mana bu xonamiz. Ko'rishingiz mumkin kengligi. Razmerlari ham, oynasi ham o'sha orqa tomonga qaratilgan, jalyuzi qilinadi. Qo'shni uy umuman ko'rinmaydi. Yorug'ligi ham juda ham yaxshi tushadi. Razmerlari katta gigant uchastkalari, misol uchun ichiga kirib xonalarni ko'rsangiz ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Marhamat, bu xonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Tepada vichkalari, xona balandliklari hammasi me'yorida tashlab ketilgan. Родительский spalni bu yerda joylashmagan, sababi tepada mansarda etajda родительский spalniga juda ham mo'shniy qilib zonalashtirib berganmiz. Demak, mansardaga chiqamiz. Eng qiziq joylardan bittasi bu mansarda etaj. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, juda ham qulay bo'lgan. Hozir ko'rishingiz mumkin, butun boshli bitta katta maydon berilgan, родительский zona bu. Bu yerda garderob, sanuzillarimiz odatiydan ko'ra salgina kattaroq razmerlar berganmiz. Kabinetlari bu yerda ko'rishingiz mumkin, родительский spalni shu tomonda bo'ladi. Buni перегородкalarini endi dizayn qilayotgan bo'lib beramiz va har bitta santimetrdan maksimal foydalanishga harakat qilganmiz. Yorug'liklar kirilishini ko'rdingiz, havo aylanishi ham juda ham zo'r. Hattoki mana bu yerda oldida forma chiqqan, odatda bu просто obmoyka bo'ladi. Bu yerda как положено foydalansa bo'ladigan joy qilib ketilgan. Ikkita stulni qo'yib olib, mazza qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mягкий zona bo'ladi. TV zona alohida bo'ladi. Bu yerda spalni zonamiz alohida bo'ladi. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin, bu yoq garderobniy zona. Har bitta xonani bo'linishini hisobga olib, даже mansardada ham vichkalarni tashlab ketganmiz. Xo'p, bu yerda sanuzel joylashadi. Sanuzelda ham yorug'lik aylanishlari hammasi hisobga olib ketilgan. Bu yerda ofis bo'ladi. Bu yerda ofis joylashadi va tepada yorug'lik tushishini ko'ringlar, vahshiy. Juda ham xuddi chiroq qo'yilgandek. Tepada bizda demak tomga chiqish uchun mana shunaqa joy tashlab ketilgan. Qanchadir vaqtda tomga chiqib tozalab qarab turish uchun. Xo'p. Mansardamiz mana shunaqa katta ploshad bo'lgan. Demak, buni ham nasib bo'lsa, dizaynlari tayyor bo'lgandan keyin, to'liq remont bo'lgandan keyin obzor qilishga harakat qilamiz. Savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Endi podval qismini ko'ramiz. Xo'p, demak, ana endi navbat podvalga. Podvaldan juda ham unumli foydalansa bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa foydalanadigan zonalarni tayyorlab berganmiz. Qaranglar, hozir ko'chada juda ham issiq, lekin bu yoqqa tushganingizda tabiiy yorug'lik, tabiiy salqinlik juda ham ajoyib. Xo'p, hozir xonalarimiz qorong'u ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan biz turgan joy trenajyor zal bo'ladi. Bu yerda plyamkalarni tashlab ketganmiz, bu yerga ko'rsatdik. Tepasiga vaqtincha tom yopib qo'yilgan. O'shaning uchun yo'q qorong'u ko'rinyapti, olib tashaladi. Havo aylanishlari juda ham zo'r. Har bitta xonani o'sha katta kichikligiga qarab vichkalar tashlab ketilgan. Demak,
Bu yerda trenajyor zal, sklad hammasi joylashgan. Keyin mana bu yerda e'tibor berasizlar. Bu orqa hovlidan mana shunaqa kanalizatsiya turbasida demak qor yomg'ir suvlari orqa hovlidagi qor yomg'ir suvlari ketgan. Aynan mana shu joydan tepadan shaxta olib tushganmiz. O'sha shaxtadan sanuzellari kanalizatsiyasi tushadi va mana shunga ulanib ikkita bo'lib asosiy oldi tomonga kanalizatsiyaga ketgan. Xo'p, keyingi mana bu xonamizga e'tibor berasizlar. Bu yoq bizda namozxona bo'ladi. Podvalda salqingina, juda ham tinch, sokin. Xohlasa buni ham dizaynlarini beramiz. Vichkalar bor hozir. Kislorodda hammasi mana shu joyda. Salqingina mana shu yerga joylashgan. Tepada bunda ham o'sha tunuka qo'yilgani uchun qorong'u ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Atak tunukani olib tashlab shisha qilinadi. Uning usti juda ham yorug' bo'ladi. Xuddi birinchi qavatda effektini beradi. Standart bo'yicha o'sha podogonik tashalgan и обычный oyna. Buni ham xohlasa bitgandan keyin obzor qilamiz. Xo'p, keyingi xonamizni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu uyning ichidan kirib kelish bo'lsa, mana bu tomondan ko'chadan tushib kelinadi. Ko'chadan tushib kelganimizda bu yerda hol berganmiz. Ya'ni mehmonxona. E'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi qavatda bitta mehmonxona bor. Ikkinchi mehmonxonamiz podvalda. Ko'p tavsiya beramiz bu narsani. Sababi erkaklar, ayollar qilib bitta tadbir bo'lganda bemalol zonalashtirsa bo'ladi yoki o'rtoqlaringizni podvalga olib kelib bemalol mana shu joyda to'polon qilib o'tirsangiz bo'ladi, hech kimga xalaqit bermaysiz. Undan keyin tushgandan keyin demak bu yerda kotelniy xonamiz ko'rishinglar mumkin. Kotelniy xona bu uyning yuragi hisoblanadi. Har tomonlama o'ylab tashlab ketilgan. Xo'p, kuxnyani tagida joylashgan kotelniy xonamiz. Keyin bu yerda kir yuvadigan xonamiz. Prachka ham bitta bo'ladi, ikkalasining joylashuvi. Bunda ham vichkalar tashlab ketilgan. Sal teparoqdan bu ochiladi. Kanalizatsiya trubasi mana bu yoqqa chiqib ketgan. Bu yoq hol. Bunda ham yorug'liklar bor. Demak, mana hattoki 1 santimetrdan yaxshi unumli foydalanish kerak dedik. Bitta u yoqqa qaratamiz. Bu kirib kelish. Kirib keldik va odatda mana bu joylar yopib tashaladi, prosta ko'mib tashaladi. Biz mana shu kvadratni ham maksimal darajada foydalanish uchun qoldirganmiz. Sababi 1 santimetr bo'lsa ham bunaqa usti yopiq joy bo'ladigan bo'lsa, bu demak bemalol ertaga foydalanasiz. Instrument qo'yadigan joy qilishingiz mumkin yoki banka qo'yadigan kladovka qilib qo'ysangiz ham bemalol bo'ladi. Va bu yerdan hovlimizga chiqamiz. Demak, mana shunaqa gap. Savollar bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Xo'p, eng asosiy joylaridan bittasi oxirida, demak, mana shu holatga kelguncha ko'rib turganinglardek oynalar qo'yildi, tomlar yopildi. Umumiy ketgan xarajat 3 sotkga demak 100 mingdan ozgina oshgan. Mana shu holatga kelguncha. Albatta bundan ham arzonlashtirib qilinsa ham bo'ladi, bundan ham salgina qimmatroq qilib qilinsa ham bo'ladi. Bu yerda maksimal har tomonlama o'sha standart bo'yicha demak mehr bilan ijod qilib qilingan. Demak, mana shunaqa summada ketdi. Xo'p, общий fasad bo'yicha, loyihamiz bo'yicha fikrlar bo'lsa, izohlarda qoldirishinglar mumkin yoki savollar bo'lsa, qo'ldan kelgancha biz aloqadamiz. Hammaga rahmat.